omon bo'linglar. Iloyim mana shunday chiroyli kunlar, xursandchiliklar, to'ylar hech qachon tark etmasin. To'y balagimiz katta bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, xalqqa, yurtga chiroyli xizmatlarni qiladigan farzand bo'lsin. Eng kamida mana shu vodiyimizga hokim bo'lsin mana shu to'y balamiz. Endi dasturxonimizga chiroyli taomlar qo'yilibdi. Hammalaringga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Albatta bugun o'zimizni mahallamizni to'yi qancha erkalasak bo'laveradi. Endi albatta tabrik sifatida bizni bir kenjatoy shogirdimiz bor. O'zimiz ham hali ustoz darajasiga yetganimiz yo'q. O'zimiz ham shogirdimiz, Xudo xolasa mana shu yigitlarga biz ham chiroyli yo'l ochishga harakat qilyapmiz. Mana shu kenjatoy shogirdimiz taklif qilsak, bitta tabrik qo'shiq aytib bersa, ki ana o'shandan so'ng davramizni chiroyli qilib davom ettiramiz. Jo'rabek kesillar albatta bizni kichik kenjatoy shogirdimiz, umri uzoq bo'lsin. Mana shu qo'shiqchilikka da'vogar, qo'shig'i ma'qul kelsa qarsa cholasizlar, ma'qul kelmasa ham chalaverasizlar. Avval chavala olinglar, qarsaydi. Jo'rabek tayyormisiz? Onalar haqida aytasiz. Xudo xolasa bizdan keyin davom ettiruvchilar bular. Shuni Xudo xolasa yetkazib qo'yamiz. Bizda bunaqa sharoit bo'lmagan qo'shiq aytishga. O'sha biz shoir buyurganimizda faqat pul berardik. Aslida etmasdik. Endi o'shani eslab shogirdlarga sharoit yaratyapmiz. Umr uzoq bo'lsin, marhamat. Assalomu alaykum yig'ilganlaring uchun. To'ybollarimiz katta yigit bo'lsin. Qani marhamat sizlar uchun qo'shilamiz. Mehrga
Jo'rabek kelajagi bor, umri uzoq bo'lsin. Iloyim mana shu O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist bo'lsin, xalq artisti bo'lsin deganlar qarshi chopmaysan. Rahmat, ko'z tegmasin. Sizlarga omad. Etadagina bor bitta aytib berasan, xudo xolasa. Qarshi chopmaysan, umri uzoq bo'lsin. Shogirdlar kelajagi bor, sog' bo'lsinlar. Keling endi Alisher aka. Boshlang davrani.